Balon o'tganda aynan nimaga ahamiyat berish kerakligini hozirlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Birinchi ahamiyat beriladigan narsa bu tish protektori bo'ladi. Ko'rayotganlaringki, bu balonimizda juda ham noodatiy protektorda ishlab chiqarilgan. Keyin 1, 2, 3, 4. Bu 4 qatorli aro hisoblanadi. Protektorda 4 dan kam juda ham kam. 4 norma hisoblanadi. Keyin ko'rayotganlaringki, bu protektor sezonniy hisoblanadi. Balon hamma faslga mo'ljallanganligini tishidan bilolmayotgan bo'lsangiz, mana bu yerda znachoki bo'ladi. Bu yerda 5 ta znachok. Ko'rayotganlaringki, bu hamma faslga mo'ljallangan balon. Uchinchisi, balon chidamliligini sinash uchun yoki ko'rish uchun bu yerda yozuv bo'ladi. Tradewear yozuvi bo'ladi. Bizda bu balonimizda 720. Bu maksimal pashti. O'tgan videolarda aytib o'tganman, защитный kort haqida. Защитный kort juda ham muhim narsa balonda, sababi bu yamaliga tushganingizda diskga qiyshib ketmasligiga, balonga shishga bermasligini oldini oladi. Balon yumshoqligini yoki qattiqligini qatdan bilamiz desanglar, balonni bosib ko'rsanglar bo'ladi. Mana hozir ko'rayotganlaringki, balonni o'zini ezyapman ustini. Bu juda ham yumshoq hisoblanadi. Agar butun vesimni beradigan bo'lsam, tegi ham bosiladi. Agar shunda ham balon tanlashga qiynalayotgan bo'lsangiz, bizning do'konimizga kelinglar, sizlarga zo'r variant qilib beramiz.